Hatto qo'pol qilib aytaman, yura olmay qolganman. Mini insult o'tkazganman, migren o'tkazganman. Уже bo'ldi bu narsada men chiqib keta olmayman, tuzala olmayman deb o'ylaganman. Juda ko'p joyga murojaat qilganman. Hammasi faqat operatsiyaga olib borgan 50-50 degan, hech kim kafolat bermagan. 4 yil deb uxlay olmadim. Uyqu yo'q edi, miya uxlamar edi umuman. Vaqti kelsa o'tirib chiqqan kunlarim bo'lgan. Ko'p yig'loq bo'lganman. insonlarni umuman xarakterini ko'tara olmay qolganman. Hatto farzandlaringizni ham, o'zingizni joningizdan aziz farzandlaringizni ham eshitgisi kelmay qolgan bo'lgan. Shunaqa holatda bo'lganman. Qo'pol qilib aytganda juda ham odam shunchalik unaqa bo'lib ketar ekanda ichki organizmi. Bu-chi ichki cho'tka ekanda zo'r tozalaydi ekan, odamning organizmini zo'r tozalaydi ekan. Buni-chi gap bilan tushuntirib bera olmaydi. Ana choyni o'zi ichsa-chi gapirtirib yuboradi. Choyni ichish kerak, hech yo'q. Chunki bu dada bo'lib turibdi effekt. To'g'risida zo'r narsa ekanda. Men shuni ertaroq bilmaganimdan, onam rahmatli tirikligida bilmaganimdan, olib bera olmaganimdan, to'g'risi rosa tushkunlikka tushganman. Onam sahrdan, olamdan o'tgan. Bu narsa juda ham effekti zo'r. Buni 1000 marta gapirganda foydasi yo'q. Hech yo'q, hatto bir marta olib iste'mol qilishinglarni iltimos qilardim. O'zbekiston ahli avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston ahli, hamma o'zbekistonlik birodarlarim. Men 5 yil, 6 yil oldin juda ko'p kasalliklar bilan qiynalganman. Eng yomoni tushkunlikka tushib qolganman, hattoki o'limni tan oladigan holatlargacha borganman. Mini insult o'tkazganman, migren o'tkazganman, qizil o'ngachimda yaralar bo'lgan. Eng asosiy kasalligim grijadan qattiq qiynalganman, yotib qolganman hattoki. Уже bo'ldi bu narsada men chiqib keta olmayman, tuzala olmayman deb o'ylaganman. Alhamdulillah, Allohga bir xislatim yoqqanmi, avvalambor Allohim shular sababchi bo'lib shu doktor Ali mahsulotlarini qishda sotib olib iste'mol qildim. Juda ham katta natija oldim. Ancha yaxshiman, kayfiyatlarim, hayotga qiziqishlarim, oilamdagilarga haligi qo'pol muomala qilmay qo'ydim. Birinchi o'rinda ruhiy kayfiyat ekanda. Ruhiy kayifiyatim ham ko'tarildi, jismonan ham sog'lom bo'ldim. Hozir farzandlarimga ham qaramayman, o'zim hamma uy yumushlarini qilyapman. Allohga behisob shukr. Nima demoqchiman? Doktor Ali mahsulotlari hammasi zo'r, halol, zo'r, bemalol, tabiiy iste'mol qilsa bo'ladigan, har bir xonadonga kirib borishni xohlayman. Sharoiti og'irlarga ham Alloh nasib qilsin, olsin, ichsin, iste'mol qilsin, tuzalsin. Bu narsa juda ham effekti zo'r. Buni 1000 marta gapirganda foydasi yo'q. Hech yo'q, hatto bir marta olib iste'mol qilishinglarni iltimos qilardim. O'zbekiston ahli, naqadar faqat O'zbekiston emas, chet eldagi xonadonlarga ham kirsin. Qancha kasalliklardan qiynalayotganlar iste'mol qilishini rosa Xudodan so'radim, namozlarimda so'radim, duo qildim. Buni yaratganlarga ham kattakon rahmat. Ilohim hech qachon charchamasin, izlanishsin, bundan ham yuqori cho'qqilarga erishsin. Kattakon rahmat aytaman. Buni Alloh degan bandalariga shu mahsulotlar nima deydi, nasib qilar ekanda, alhamdulillah men shu iste'molchilarning qatoridaligimga behisob shukr aytaman. Hammanglarga tavsiya qilaman, olib iste'mol qilinglar. Hatto qo'pol qilib aytaman, yura olmay qolganman. Xudoga shukr, hozir mana ancha yaxshiman. Buni-chi gap bilan tushuntirib bera olmaydi. Ana choyni o'zi ichsa-chi gapirtirib yuboradi. Choyni ichish kerak, hech yo'q. Zo'r mahsulotlaringlarga gap yo'q. Juda ko'p joyga murojaat qilganman. Hammasi faqat operatsiyaga olib borgan 50-50 degan, hech kim kafolat bermagan. Aytayapman, rosa tushkunlikka tushganimda Allohim umrlarini uzun qilsin, xo'jayinim tomonidan bu narsa menga ilinib olib berdi. Keyin hafsalasiz, ishonqiramay, boshqa reklamalar qatoridagi narsada dadasi deb turib ichdim. Lekin zo'r bir haftada natijani bilganman. O'zimdan tushgan endi narsalarni ko'rib qo'rqib ketganman-da, to'g'risi. Qo'pol qilib aytganda juda ham odam shunchalik unaqa bo'lib ketar ekanda ichki organizmi. Bu-chi ichki cho'tka ekanda zo'r tozalaydi ekan, odamning organizmini zo'r tozalaydi ekan. To'g'risi ham shunaqa ekanda, ichki organizmingizni cho'tkasida men his qildim shuni. Revmatizmda oyoqlari ishib ketib, qaynanam bor. Yura olmay qolganda ana shu qaynanamga surkadim, bo'g'imlarda ishiqlar qaytdi, yaxshi bo'ldi.
o'zimga surkadim, tizzalarim buklanmar edi, nervlar qisilgan joylar bor edi, shularga surkan massaj qiling dedi, azizxon qildim, shularda zo'r effekt oldim. Zo'r. 2 ta kompleks olgan bo'lsam, bitta o'zim iste'mol qildim, 4 oydan oshdi. Choyim tugaganiga 10 kuncha bo'ldi. Choyim tugab qoldi, yugurib keldimda, choyimni olay deb. Men hozir suhbatlashgan vrach, professorlarni men televizorda kuzatganman. Men kutmaganman bu odamga to'g'ri kelaman deb, ham endi Allohning inomi ekanda, men yaxshi vrachga ro'para bo'ldim. Chiroyli gaplar eshitdim. Yana ham kayfiyatim, ruhim ko'tarildi. Yana ham hali xohlayapman ko'proq olishni. Choyni o'lgunimcha iste'mol qilaman. Men shu narsani niyat qildim. Inshaalloh Alloh dadamiz puli ko'p bo'lsin, har doim olib ichay. Choyni o'lgunimcha ichishim kerak. Hamma ichish kerak ekan, lekin aslida hamma ichsin. Hammaga nasib qilsin bu choy. Buni hafsalasiz ichganman, уже 3 kun, 4 kun ichdim. Bir haftaga yetib bormasdan уже qatib uxlashni boshladim. Chunki uxlay olmar edim. 4 yilda buyoq uxlay olmar edim. Uyqu yo'q edi, miya uxlamar edi umuman. Vaqti kelsa o'tirib chiqqan kunlarim bo'lgan. Hozir shunaqa uxlayman, tushlar ko'raman, yaxshi uxlaganimdan, Allohga shukr. Ashita to'xtatishni tavsiya qilaman. Kerak emas. Chunki keraklicha aptechniy ximikatda qo'pol qilib gapirgan to'g'ri, qaysidir tomonlama ularda foydasi bor, lekin ziyoni ko'proq bo'lar ekan jigarga. Bu narsa boshimdan o'tgan. Ashita to'xtatishib, hech doktor Alida choyi, balzamlarini olib iste'mol qilsin. Mayli, butun kompleksga olgani puli yetmasa, hech hatto ozginasini olsin, mana choyini olsin. Choy o'zi вообще hali o'zi bildirar ekanda kerakligini, har bitta xonadonga, har bitta organizmga kerakligini o'zi bildirib qo'yar ekan. Mana shu choy. Hozir qarang, oddiy misol o'tgan yilgi mana shu paytimni ko'rsangiz achinarli. Ko'p yig'loq bo'lganman. insonlarni umuman xarakterini ko'tara olmay qolganman. Hatto farzandlaringizni ham, o'zingizni joningizdan aziz farzandlaringizni ham eshitgisi kelmay qolgan bo'lgan. Shunaqa holatda bo'lganman. Gap ko'tara olmasdim, eshitmasdim. Xizmatini ham qila olmay qolganman. Mana qo'l rosa qaltirar edi. Mana hozir zo'r. Soch kuzatyapman bemalol choy quyib uzatib. Chunki rosa qaltirar edi. Asabdan. Qimmatsiragan paytim bo'lgan. To'g'risi 2 millionga hozir aptekadan qancha dori qo'l keladi degan kunlarim bo'lgan. Lekin hozir 10 million pulim bo'lsa 10 millionga olgan bo'lardim. To'g'risi, 1000 marta gapirgandan bir marta amalda bajarib ko'rish kerak. Qanaqa ekan degandan ko'ra, manaqa ekan deb bo'lish kerak. Men hozir mana shu turishim вообще men uchun baxt. Baxt, Allohga shukr. Deyarli yotib qolganman ancha. Vaqtida me'yorida iste'mol qilish kerak. Bir narsani masalan qimmatga dori qo'l olsa aptekadan, u ham parhez qilma deydi. Vrachning nazoratida vrachda aytganini qiladimi? Buni ham o'zini qonun qoidasini keltirib iste'mol qilinsa, albatta effekti bo'ladi. Chunki bu dada bo'lib turibdi effekt. To'g'risida zo'r narsa ekanda. Men shuni ertaroq bilmaganimdan, onam rahmatli tirikligida bilmaganimdan, olib bera olmaganimdan, to'g'risi rosa tushkunlikka tushganman. Onam sahrdan olamdan o'tgan. Shu narsani onamga ilinib, ichimdan ezilib ketaman hozirgacha. Juda ham zo'r narsa. Butun dunyoga, ne только O'zbekistonga, butun dunyo olsin. Olib yotishibdi-yu, qayday dori qo'llarni ham, to'g'rimi? Olib ichsin, iste'mol qilsin. Har bir xonadonga kirib borsin, portlab kirib borsin. Doktor Ali choylari, kapsulalari, balzamlari, marmeladlari вообще zo'r. Marmeladlarida o'g'limda rosa katta effekt bo'ldi. Gijjalaridan uxlay olmasdi, tishlarini g'ichratib. Hozir zo'r uxlaydi. Umuman tishlarini g'ichratmay qo'ygan. Ana shu bitta marmeladni полностью o'ziga berganman. Effekti yaxshi, zo'r. Oq dog'lari ham yo'qolgan, sho'rlari. Marmelad ham zo'r narsa. Hammaga tavsiya qilaman, hamma iste'mol qilsin. Muslimalar, namozxonlar, halolmikin degan o'y bo'lmasin. Halol bu narsalar. Menda shu narsa o'tganda halolmikin, birinchi o'rinda mana xalqimiz harom bo'lib qolmasin deymiz, to'g'rimi? Birinchi o'rinda halolmikin degan, halol sertifikati bormikin dadasi deganman. Chunki iste'mol qiladigan narsangizga qiziqasiz-ku, sizam ayasi behijolatni choring, mana men sizga olib kelib beraman deb hamma yo'g'ini hali nimalarni ko'rsatgan ekan, bo'ldi ichaman dedimda. Уже men bir haftada natija katta bo'lgan menda. Bir haftada 15 kun ichgandan keyin уже mana oyoqlarim bemalol o'zim hojatga yuradigan bo'lganman.
Allohga shukr. Вообще zo'r bo'lganda endi natija zo'r. Bundan ham zo'r bo'lishini xohlayman. Hozir yangiliklaringlarni ko'rdim. Endi ularni ham olishga harakat qilaman.